Assalomu alaykum hammaga. Izraelskiy oq indularimiz sotuvda. Bu oq indularda bruler zoti hisoblanadi. 25-35 kilogacha semiraveradi 6 oy davomida. Yeyishi ham zo'r bo'ladi lekin. Buni jo'jalari sotuvda, bemalol kelib ko'rib netib olinadigan imkoniyatlarini qilib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasiga ham dastavka bor. O'zbekiston Respublikasiga ham, polni O'zbekiston viloyatlariga ham, polni hamma joylariga dastavka qilib beriladi. Dastavka pullari alohida bo'ladi. Bu jo'jalarimizdan reklama sifatida nima qilinyapti. Shuning uchun videoni tagiga egasining nomerini yozib qo'yaman. Narx-navolarni ob'yomga qarab kelishiladi. Har xil narxini bitta narx aytib qo'ymayin deyishdi. Shuning uchun azizlar, narxlarini aytmay o'tyapman. Narx-navolarini bemalol telefon qilaverasizlar. Videoning tagidagi nomerga kelishib, netib olaverasizlar akalar. Keyin yana bitta narsa, agar mabodo indular umuman tugagan paytda videoning tagiga sotildi degan yozuvni qo'yib qo'yaman. Sotildi degan yozuvni qo'ygandan keyin nomerni o'chirib qo'yaman. Shunisini to'g'ri tushunasizlar. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling.